Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizdan 190F motorli 15 ot kuchli motoblogimiz sotildi. Klientimizga ishlatib, tekshirib olishdi. Buni komplekt holatda mana 5 qatorli frezalari bo'ladi. Kulishlari bo'ladi keyin. Hop. Farali bo'ladi, stator hamda kalitga zavat bo'ladi. Tortib o'tsalar ham bo'laveradi. Balonlari 600 ga 12 lik, 90 gradusga buriladigan Cherokee balonlardan qo'yilgan. Motorda zashtinlik holatda mana motor borib aqabaqa urmasligi uchun zashtinliklar qo'yilgan. Chiroqlari ikkitalik chiroqlardan qo'yilgan. Ustidagi kapotlari temir kapot hisoblanadi. Vozdixlari mana maslinli vozdixlardan qo'yilgan, katta vozdixlardan. Balonlarimiz aytib o'tganimdek 600 ga 12 lik Cherokee 90 gradusga buriladigan balonlardan qo'yilgan. Motorlarimizni mana ko'rsatib o'tib ketamiz. Birkalari motorni blogga o'yib yozilgan bo'ladi. 190F motor. Motor holatiga 1 litr 200 gram yog' ketadi. Mana aytib o'tganimdek statorli akkumulyatorlari katta akkumulyatorlardan qo'yilgan. Kalit orqali bemalol zavat bo'ladi. Skorslari mana 1-2 o'rta xoloslik 0 holatda zatniga yuradi. Bu richayda bossalaring. Skorslari trosli holatda bo'ladi. Rollari uzun, bemalol 120 lik jatkalarda qo'yib qishloq xo'jaligiga ishlasalang bo'laveradi. Kimga shunaqa motobloglar kerak bo'ladigan bo'lsa, Qo'qondagi saxiy do'koniga murojaat qilsalaring, optim narxlarda qilib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.